bir yordamchi kelsa-yu shu qo'limdan ishlarimni olsa-da. Boshlanma. Senga gapiryapman, Mishkon, bir reaksiya ham bildirmaysan, ha? Tinchlik so'rab ketdim. Qara, bir narsa desang qochadi. Ya yoshing o'tgan aka uylanmasang, dasturxon boshiga to'g'ri ovqat ham yemaysan, a? Nima qilyapsan? Ona emas bu. Tozalayapman. Ha, kechqurun singlim tozalar ishga ketgan paytim. Nima tozalashim kerak ekan? Hoy, singil bo'lsa ham akasining xonasiga kirmaydi kechqurun. Xotining bo'lganda o'zi tozalab qo'yar edi. Ey, to'xta. Bugun qarindoshlarda tug'ilgan kun bo'lyapti. Minna seni chaqirdi. Rahmat. Hayotga bormayman bu yoqqa. Butun dunyoni siyosat qolib, meni g'iybatim bo'ladi. Qachon uylanasan? Hey, to'xta. Qayerga ketyapsan? Dugonalarim bilan aylangan. Akangni ham olib ket. Men nima qilaman bu bilan? Ko'rsat. Bu dunyo faqat futbol, kontrdan iborat emasligini ko'rsat. Dugonalaring bilan tanishtir. Ketasizmi aka? Masalan, dugonalarim bilan parkka borib bat tutamanmi? Ona uylanaman, o'shani men bilib turibman. Tezroq ana Yevroziya Motorsdan bitta mashina olib olaygin. Agar olsam, sen uylanaman. Qaqlar, boshlang'ich 30% ni to'layman, bo'yli qolgan 5% to'lab yurayman. Yoki Jizzax BYDdan BYD bo'lsa o'raymi? Hozir zapravka ochirib tur balova tarqigandan ko'ra elektromobil bo'lsa yo'raydim. Menga uylan, keyin bilganingni qil. Hey! Ishing hal bo'ldi, bolam. Nima bo'ldi? Qiz ko'ndi. Vani qo'yadi, uy deganda quloqdagi paxtalar o'nlik. Tamam, onang sal bo'ldimi? Qachongacha yurasan mana shunaqa qilib, ha? Ha, o'zlariga gapiring. Hey, uni ishi hal bo'ldi. Sen qachon uylanasan, ha? Qutuldim. Yoruya kelim boshi ibo bilan kelib. Beton chaynayaptimi? Ur og'ziga. Ornat qoldi, bir nima yeylik. Hozir ikkita lavash yeding-ku. Tushdi. Sanikina neydimi? Yem, mavsumga qurt tushsin. Yemagan bitta malon qolibdi-da, malonda ham ye. Mana, saboyga oldim, mana. Ya bismillah. Odam bir suv ichganday bo'ldi. Quduq ekan-ku bu. Oshqozoniga basseyn qurdirib cho'miltirmoqchimi qurtlarini? Biz hammamizga mayda somsa, ho'kizdek bolalar ham mayda somsa yeyapti. Sen nima katta somsa yeyapsan? Senlar o'zlaring uchun yesalang, men qurtlarim uchun yeyman. Ey, bitta sochiq olib kel. Kechga qolamiz. Men patinkam artib kel. Ey, men telefonimni olib ber. Nima bo'ldi shuni? Ey, pul qolib ketibdi, pul olib kel shuni. Nima ko'rding? Nechta pul ekan? Qayerda ekan? Floda ko'rdim. Bu yana nimadir oldirmoqchi bu. Bada bum 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 boy boy.